U sharoitda dazmollardan foydalanish jarayonida bug' rejimini to'g'ri yo'naltirish va noto'g'ri yo'naltirish haqidagi ma'lumotlarni qisqacha berib o'taman. Birinchi navbatda dazmol rozetkaga tiqilgandan keyin biz pastki rejimiga e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Aynan rejimlarda minimaldan maksimalgacha bo'lgan rejimni tanlash jarayonida har bitta rejim uchun maxsus belgilari va mato turi ko'rsatilgan bo'ladi. Endi standartga ko'ra men eng minimal rejimdan foydalanadigan bo'lsam, bu rejimi ishlash jarayonida kerakli va katta hajmdagi bug'ni yetkazib bera olmaydi. Bu narsani tushunishimiz kerak. Shu bilan birgalikda aynan minimal rejimda turgandan keyin turbo boost, ya'ni tezkor bug' berish rejimini agar bosadigan bo'lsam, bug' chiqadi va qayta bosish jarayonlarida suv oqish holatlari kuzatiladi va bu holatda dazmolni ishlatish noto'g'ri hisoblanadi. Endi dazmollarning old qismiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, avtomatik bug' berish rejimi yoki bo'lmasa bug'ni o'chirish rejimlari ham mavjud. Shu bilan birgalikda avtomatik rejimni yoqadigan holatda standart bug' berish holati kuzatiladigan bo'lsa, Steam Boost, ya'ni tezkor bug' berish rejim tugmasi bosilmaydi va bu holatda ham suv oqib ketish ehtimoli juda ham yuqori hisoblanadi. Endi maksimal rejimdan foydalanish jarayonida, ya'ni dazmolni men eng maksimal rejimiga qo'yaman va avtomatik bug' berish tizimi yoqiq holatda bo'ladi. Shunda dazmol o'zi bug'ni bizga standart yetkazib beradi. Ammo men yana qaytadan Steam Boost maksimal bug' berish rejimini to'xtovsiz bosadigan bo'lsam, dazmolning tag qismidan suv oqish holatlari kuzatiladi va shunaqa sharoitda mijozlar dazmolni yaroqsiz yoki bo'lmasam sifatsiz degan fikrga borib qolishadi. Shuning uchun ham aynan xuddi shu jarayonlarni mijozlarga to'liq va sifatli tushuntirib berishimiz zarur hisoblanadi. Endi har bitta rejimdan foydalanish jarayonida, ya'ni paxta, sintetika yoki bo'lmasam mexli kiyimlardan foydalanish jarayonida men rejimni tanlaganimdan keyin avtomatik bug' berish tizimini tanlaydigan bo'lsam, turbo boost tizimidan foydalanish shart emas va bunda dazmolni o'zi standart bug' berganda kiyimlarni sifatli dazmol qilib berish uchun mo'ljallangan bo'ladi. Qattiq motorlar bilan ishlash jarayonida bo'ladigan bo'lsa, men maksimal rejimni tanlab turib, avtomatik bug' berish rejimini o'chirib, keyin Steam Boost funksiyasidan foydalansam bo'ladi. Bunda bug' katta napor yordamida o'sha qattiq motorli kiyimlarga tez singib boradi, kiyimlarni yumshatib beradi va dazmollashni osonlashtirib beradi. O'ylaymanki, bu ma'lumotlar juda ham qiziq va kerakli bo'ldi va mijozlarga ham xuddi shu jarayonda tushuntirib berasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.